Insulinni uy sharoitida tabiiy qanday tushirish kerakligini bilarmidingiz? Bu videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. O'zi insulin nima? Insulin bu sizda oshqozon osti bezingizdan ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, bu sizda glyukozani tushiradigan yagona gormonlardan biri hisoblanadi. Insulinning asosiy funksiyalaridan biri bu siz yeyayotgan ovqatlar tarkibidagi uglevodlarni, ya'ni glyukoza, shakarni hujayralarga kirgizib beradigan yagona kalit hisoblanadi. Bu kalitni qonda ko'payib ketishi ham zarar, qonda tushib ketishi ham zarar. Ya'ni doimo me'yorda bo'lish kerak. Qandli diabetda kelib chiqishida ikkita faktor bor. Birinchisi mana shu kalit insulinda bo'lmasligi va ikkinchisi mana shu kalitni naborat ko'payib ketish holati. Agar sizda ortiqcha vazningiz bo'ladigan bo'lsa yoki qandli diabet ikkinchi tur bo'ladigan bo'lsangiz, sizda katta ehtimol bilan bu kalit insulin ko'payib ketgan. Sizga hozir uy sharoitida qaysi tabiiy mahsulotlar bilan normaga keltirish kerakligini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga aniq manfaatli bo'ladi. Birinchi mahsulot bu brokoli karami. Buni tarkibida sulforafan va bundan tashqari kletchatka, vitamin C saqlaydi. Sulforafan bu hujayralarni insulinga sezuvchanligini ochib beradi. Oddiy tilda o'sha insulinlarda hujayraga ta'siri, reseptorlarga ta'sirini sezuvchanligini juda ham yuqori darajada oshirib beradi va kletchatka siz yeyayotgan uglevodlar, tez so'riladigan uglevodlaringizni qonga so'rilish darajasini sekinlashtiradi. Bu degani, ya'ni siz ovqat yeganingizda tez o'zlashtirilgan shakar tezda qonga so'rilib, oshqozon ostiga berilayotgan signalini kamaytirib beradi. Shuni hisobiga bu brokoli karamini yeganingizda oshqozon osti bezingizga nagruzka kamayadi. Buni natijasida qonda insulin darajasi normallashadi. Ikkinchi mahsulot bu avokado. Ko'pchilik eshitgan. Buni tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari bo'lib, bu to'yinmagan yog' kislotalari aynan siz yeyayotgan uglevodlarni qonga so'rilishini sekinlashtirib beradi va bu to'yinmagan yog' kislotalar juda ham foydali hisoblanib, insulin ishlatiladigan bizlarda a'zolar bor, mushak a'zolari bo'lishmi, yog' to'qimalari bo'lishmi, jigar, buyrak, yurak, o'sha a'zolarda insulinga sezuvchanlikni ochib beradi. Ya'ni o'sha bir-biriga mos kelishlikni insulin bilan hujayrani yarashtirib qo'yadi, oddiy tilda aytilganda. Uchinchisi bu tuxum. Tuxum tarkibida oqsillar, xolin va litsin bo'lib, bular sizga to'qlik hissini uzoq vaqt davomida berib turadigan va buni tarkibidagi mikroelementlar sizda insulinga sezuvchanlikni oshirib beradi va siz tuxumni doimo iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, ratsioningizga qo'shsangiz, sizda insulinni tez ko'tarish kuzatilmaydi. Chunki tuxum yeganingizda insulinga bo'lgan talab organizmda kamayadi. Chunki buni asosiy qismi oqsillardan iborat. Oqsillar bu insulinni tez ko'tarmaydi. Tuxumni to'g'ri iste'mol qilish kerak. Ya'ni siz ko'proq qaynatilganini iste'mol qiling. Ko'pchilik qovurib yeydi. Qovurilgan mahsulotlar oshqozon ichak sistemasiga tushganda baribir insulinning skachkasini ko'paytiradi. Chunki uni tarkibida yog' ko'payib ketadi. Siz tuxumni oddiy suvda qaynatib iste'mol qilsangiz, insulinning darajasi normallashib boshlaydi va uni tarkibidagi foydali mikroelementlarni siz butunligicha qabul qilasiz. To'rtinchi mahsulot bu baliq mahsulotlari hisoblanadi. Baliqlarning tarkibida vitamin D va omega 3 saqlaydi. Bu moddalar sizda yallig'lanish proseslarini kamaytiradi. Ortiqcha vazni bo'lgan bemorlarda va qandli diabeti bor bemorlarda bu yallig'lanish proseslari juda ham ko'p uchraydi va yog' to'qimalarida yallig'lanish yanada ham kuchaytiradi. Bu baliq iste'mol qiladigan bo'lsangiz, mana shu yallig'lanish prosesini sekinlashtiradi. Yallig'lanish sekin bo'lgan hujayralarda insulinni ishlatilishi yaxshi bo'ladi. Shuni hisobiga sizda qondagi qand miqdoringiz normallashishni boshlaydi. Bundan tashqari, baliq tarkibidagi bu foydali mahsulotlar sizda qon tomirlaringizdagi insulinni sezuvchanligini yaxshilab beradi va bundan tashqari qonda insulin darajasi oshib ketadigan bo'lsa, bularda ateroskleroz, ya'ni qon tomirlarida mo'rtlashish foizini ham kamaytirib beradi. 5-mahsulot bizda ratsionimizda обязательно bo'lishi shart bo'lgan mahsulot, ya'ni yong'oq va bodom. Bularning tarkibida vitamin E va magniy ko'p saqlaydi. Aynan magniy bu insulinni hosil bo'lishida va insulinni sezuvchanlikni yaxshilash uchun ko'p tadqiqotlarda bu isbotlangan. Agar siz bu mahsulotlarni doimo iste'mol qiladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz ishlab chiqargan insuliningiz organizmingiz
to'liq taniydi va bularni hujayralar orqali o'zlashtirishi yengillashadi. 28-25 gacha sahrlar shunaqa yurgan. 2-3 kundan keyin Klimix kompensatsiya qildik va sahrlari 5-6 ga tushdi. Bu bemorimiz uzoq yillar davomida har xil qand tushiruvchi preparatlarni olgan, lekin foydasi bo'lmagan. Chunki oshqozon osti bezi faoliyatini tekshirmasdan turib, taxminan dori olish bu qandli diabet asosiy lecheniyasi hisoblanmaydi. Bu o'sha Klimix yoshdagi bo'lgan ayollarda Klimix davolanmasa qondagi qand miqdoriga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va qondagi sahr nima lecheniya qilishdan qat'iy nazar sahr tushmasligi mumkin. Bizlarda bu yerda statsionar sharoitimizda oshqozon osti bezlarini tekshirib ko'rdik va Klimixga birgalikda davo o'tkazdik va bemorda o'sha 28-25 gacha sahrlar shunaqa yurgan. 2-3 kundan keyin Klimix kompensatsiya qildik va sahrlari 5-6 ga tushdi. Agar sizda ham qandli diabetingiz bo'lsa va sahringiz yuqori bo'lib tushmayotgan bo'lsa, pastdagi havola orqali bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sahringizni normada ushlashga yordam beramiz. Videoda ko'rganingizdek, agar siz yuqoridagi 5 ta mahsulotni doimo ratsioningizga qo'shib yursangiz, siz hech qanaqa dorilarsiz ham qoningizdagi insulinni normallashtirishingiz mumkin va bundan tashqari bu asosiy ovqatlanish menyusi hisoblanadi. Bundan tashqari siz yana ham yaxshilash uchun va tana vaznini normallashtirib va aktiv sportni qo'shsangiz, bu mahsulotlarning effekti yanada kuchayadi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishlaringizga yoki ortiqcha vazni bo'lgan, insulinni tushirishga qiynalayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying